Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotiladigan uyimiz ek sutikli nominal uylarda bo'ladi. Adresi Berniy ko'chada joylashgan. Hamid akaning zapravkasidan o'tgandan keyingi Jildonlarning orqasindagi ek sutikli uylarda bo'ladi. Uyimizning obzori bilan tanishtiramiz. Remontlari poni ishlangan. Plani shu hamma ek sutiklar bilan bir xil. Kanallar bilan tanishtirib boshlaymiz. Video davomida ma'lumotlarni aytib ketaveramiz. Uyning hamma yeri otido remont bo'lgan, poni hamma yeri. To'shalib turibdi. Mana batareyalar ham qaytadan qo'shilgan. O'zi bu yerning xonalarining batareyasi kam bo'ladi, qavurg'asi qaytadan polniy qo'shilib ishlangan remontlari. Eshiklar ham qaytadan toza eshiklardan qo'yilgan. Hamma yerning lyustralari qo'yilgan. Adabinaga отдельный e'tibor berilgan. Расходdan qochmay ishlangan. Endi bularning bahosini remont etib turgan odamlar o'zlari tushunadi. Bu yoqda mana zalimiz. Zalga hamma yerga lyustra qo'yilgan. Bu yoqda mana yaxshi batareyalardan qo'yib, aytamiz-ku, atapninaga remontga pulni ayamagan uyning egasi bu yerda korobka xalonda olib remont etgan ekan, o'zi polniy remontlarni o'zi ishlagan ekan. Vanna sanuzeli bilan tanishtiramiz. Endi vanna sanuzeldan ham pulni ayamaganini ko'rishingiz mumkin. Kafellarda polniy yaxshisidan, zo'ridan svetlarni ham adashmay tanlaganlar. Zo'r, xadoviy svetlardan. Endi bu yoqda eng zo'r yeri mana ugalga qo'yilib kuxnyalarning remonti. Kuxnyaning remontini qarasam, ugalga qo'yilib turibdi. Mana mebellardan, mana yog'i tosh stol deymi? Shulardan ishlangan. Zo'r etib, chiroyli mana kafellar ham zo'rundan bosilgan kafellar ham. Gaz ishlatilmagan hali, toza turibdi. Umnikator ham toza qo'yilgan. Uy remonti bitgandan keyin bu yerga kelib hech kim yashamagan. Uyning sostenasi toza turibdi. Ko'pchilik bir ishlatgandan so'ng ishlatmayman deydi-ku. Bu yerda ishlatilmagan. Faqat yaxshi niyatda remont etib to'shalgan, lekin hech kim kelib yashamagan. Uy bekor qolib ketgan. Uy bu yoqda arestonlar, hali baholari o'chmay turibgan arestonning ishlatilmaganligi bilan tap-toza turibdi paketida. Kelsanglar ko'rishingiz mumkin. Stabilizatorlar ham. Hammasi toza turibdi. Endi uyning orqa yog'i bilan tanishtiramiz. Orqa yoqning o'zi yana bir tema. Orqa yoqqa chiqamiz, ketdik. Uyning sirtqi fasadi mana Eldindan uyning chegarasidan mana bu yoqdan, mana o'rtadan mana chegara. Eldindan polni mana atizlarini yashil zona etib, bir yanday gullar etib, ajalarga qo'ysangiz-ku, uyingizning eldi shunday bir chiroyli bo'lib turadi. Eldinlarni bir qator sayyoshlar qo'ydirib, burchatkilar bosaman desangiz. Endi uyning eldan bir feyzli bo'lib turadi-da. Bu yoqdan adamlar shestirganlar chiqarib ishlayveraman desangiz, eldinada chetak tushiraman desangiz-ku, uyning eldi boshqacha bo'ladi. Mana sizlarga aytgan orqa yog'imizning niyasi garaji orqa yoqqa emas, qaptalga tushgan. Başı zo'r. Qarasangiz ustini bostirib tashlaysiz. Bu yoqqa qimmat rozalardan qo'yib berib, pultni ochib kiratan etsangiz, orqa yoqdan o'zingizdan ham kirib chiqaverasiz. Mana hamma yer sayashka bilan quyilgan. Zaborlari o'zi mana shu yerdan past bo'ladi buning zaborlari yana ko'tarilgan yana 50-60 sm. Sirtda da yana sirtqi hojatxonasi bor. Ichkarida da ko'rsatib chiqdik vanna sanuzellarda. Mana orqa yoqdan kiratan eshik. Hamma yer sayashka quyilgan. Yozdan kuni bo'rga bir tapchan tashab o'tirib bir sheshiklarda bir jo'rlar chaqirib bir bezbijamshit qilib turib quvonib, ya'ni Moskvadan kelgan vaqtlar bo'ladi-ku, ziyofatlar, jo'rlarga jo'shmalar bo'ladi-ku. Yomon ketadigan uyda bu dacha bosib etib zapas qilib qo'ysa da bo'ladi. Shu rayonimizda yurgan biznesmenlarda pul bor-ku, bosib qo'yatan yanda yashirib qo'yatan uylar. Yomon ketadigan uyda bu tayyor remonti bilan bosib o'ratan joyi. Uyimizning obzori bilan ko'rib tanishtinglar. Sizlar uchun shunday bir chiroyli, feyzli xonadonlarni chiqarishdan charchamaymiz. Uy olaman deb yurgan, yaxshi niyat yurgan tanishlarga sirazi videoni oxirigacha ko'rmay yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimiz ek sutikli Berniy ko'chada joylashgan. Hamid akaning zapravkasidan o'tgandan keyin 6 sutikli Jildonlarning orqa tarafida joylashgan ek sutikli nominal uylarda bo'ladi. Kalsu tarafga o'tib ketmaysiz. Uyning joylashuvi ham zo'r, gaz svetdan hech qanday muammo yo'q. Remontlarini alohida e'tibor berib ishlangan. Atapninalarni ko'rdinglar, eshiklarni o'zgartirilib, hamma yerning lyustralari bor. Aynalar ham akva. Garajining ham zo'r qulay tarafi qaptalga tushgan, orqa tarafga tushmagan, qaptalga mashina kirgizib, bu yerga ishlayman desangiz, yana orqa yoqlarda ko'p narsalar ishlasa bo'ladi, eldilarni ko'p narsa ishlasa bo'ladi. Uy bir gap bilan aytganda zo'r ideal sosteniyada. To'shalgan narsalar ham hech ishlatilmagan, hammasi toza turibdi. Uyning elari remont etib to'shab bo'lgandan hech kim kelib yashamagan. Endi hozir pulga zarar bo'lgani bilan sotib shunday uy olaman, usta boqmayman, kredit to'lamayman degan tanishlaringizga videoni sirasi tashlab qo'ying, logo deganda bunday uylar tug'ilavermaydi. Bunday remont bilan tug'ishingiz mumkin, lekin izinda kredit olgan uylar tug'olmaysiz. Bunday senada bahasi zo'r qo'yildi. Adreslardan tushunmagan bo'lsam, telefon etsanglar o'zimiz aka ko'rsatamiz. Bemalol telefon etavering, bahasi ham ustunda kelishadi. Sizlar bilan men ixtiyorim uchun bizdan uzoqlashmang. Sizlar uchun shunday zo'r uylarda chiqarishda davom etamiz.